O'rtoqlar, davom etamiz. Texnik nosozlik bo'ldi. Usulda chifoy parasiga keldik do'stlar. 4 soatlikda o'sha bo'lgaga keldi. Lekin shu yashil chiziq turibdi. Sizlarga ko'rsataman. Shu tepasida qapanga qadar bay bo'ladi do'stlar. Mana bay. Kunlikda shu bay ketyapti do'stlar. Shu atroflardan keyin selga harakat qilsak bo'ladi, balki shu sel degan yozuv degan joygacha. Qisqa muddatli sel bo'lishi mumkin, lekin uzoq muddatli emas do'stlar. 1 soatlikda keldi. Endi buni tez qilishini ko'ramiz. Lekin mana shu yerlarda yashil chiziqlar turibdi do'stlar, buni ko'ryapsizlar. Shu tepasida qapangina qadar bay do'stlar. Shuni qirsagina sel. Buni ham kuzatishda davom etamiz. Kanada dollari. Shu yerdan bay bergandik. Shu tek profitimiz oldi. Limitimizni oldi. Shu yashil chiziq ko'ryapsizlar. Pastida qapanish bo'lgan sel. Shu tek profitimiz uzoq emas. Shu atroflargacha tushib, keyin darshi davom etish kutilmoqda. Kanada dollari mana. Hep yashil chiziqlar. Mana shu yerda ham yashil chiziq bor. Mana yashil chiziq bo'lgan, tepasida qapanish bo'lgan bay. Tepasida qapanish bo'lgan bay do'stlar. Hali davom etish mumkin bay. Dayludi ko'rsak ham u tepaga sariq chiziqgacha ozgina bay chiqish ehtimoli bor do'stlar. Hali selga shoshilmaymiz. Qisqa muddatli selimiz bo'lsa, selimiz bor. Shu tek profit olsa, shu atroflarga kelsa, yana bay qo'shsak bo'ladi. Audi sotib boramiz do'stlar. 4 soatlik. Bu sel trend. Bitta qo'ygan tek profitimiz shu yerda. Kuzatamiz endi. Shu yergacha tushish kerak. Shu likvidlarni yechish kerak arkadaşlar, do'stlarim. Kuzatamiz buni ham. Audi GP paramiz. 1 soatlik do'stlar, bitimimiz bor. Lekin hali beri kichik risk bilan sel ochganmiz, lekin selga erta menimcha shu bo'lgagacha chiqish ehtimoli bor do'stlar. Shu yerga chiqib bu 4 soatlik keyin uzoq muddatli sel. Mana kunlikda do'stlar, mana shu yerda bo'lgamiz bor, kuchli bo'lga. Mana shu sariq chiziq. Shuni ostida qapanish bo'lsa sel bo'ladi. Kunlikda bu Audi GP paramiz. Shoshilmaymiz. Tasdiq bo'lsa short signallarni beraman do'stlar. Hozircha shoshilmaymiz. 101 549 gacha chiqish ehtimoli bor. Kuzatamiz do'stlar. Sat GP paramiz 4 soatlik. Do'stlar, bu ham mana shu yashil chiziq turibdi. Sizlarga yaqinroq borib ko'rsating. Shu yashil chiziq bor. Shuni osti yuqorisida qapangina qadar bay do'stlar. Bu 4 soatlik, mana 1 soatligimiz. Hali bitimimiz bor. Bitim bor ekan do'stlar. Shu degan teknologiyamiz. Lekin shu sariq chiziqda ostini qapanish bo'ladigan bo'lsa do'stlar, shu yerdan keyin pastgacha ketib qolishimiz ham mumkin. Ertaga bozor holatini ko'ramiz. Bozor qaysi holatda ochiladi, unga qarab ish qilamiz. Shoshilmanglar. Ochilishiga, bitimiga kirmanglar. Ertaga bo'lib ham dushanba. Yevro paramiz arkadaşlar 1 soatlik bay nimalarda signallarda bergandik short. Mana shu yerga keldi, o'sha bitimlarimiz bor.
bitimlarimiz bor. Mana kullikda ham rasa yuksalgan ostidan tepkisini olyapti. Shu ignalar yo'lini temizladi. Bay yuksalishi mumkin do'stlar. Shuni ostida qapansa likvid yechib shu pastdagi bo'lganimizgacha tushishi mumkin. Bu ham hajmli yuksalgan bo'lgani nimasi. Mana shu yergacha mana likvid esa shu yerdan keyin yuksaladi, shoshilmaymiz. Balki shu yerdan yuksalib ketar. Evrosat paramiz. Bunda ham signal bergandik. Lekin stopni uzoqroq qo'yganman men. Hali stop olmadim. Shu yerdan takror yuksalishi bor. Yuksalish kerak do'stlar. Bu 1 soatlik. Mana shu 4 soatlik do'stlar. Balki mana shu hajmli yuksalgan bo'lganimizgacha tushabilir do'stlar. Mana shu bo'lganigacha. Hani bay deb yozib turibdi 161 bo'lgasi. Shu bo'lgagacha tushib shu yerdan da yuksalir. Kutamiz buni. Gipopavda paramiz 1 soatlik do'stlar. Bu ham bay bitim berganmiz. Birinchi, ikkinchi tek profitimiz. Kuzatamiz do'stlar. Bitimlarimiz zararda emas. Stop loss bilan ishlanglar, minimum risk qilib. Gipopavda paramiz ham do'stlar 1 soatlik bay signal berganmiz buni ham. Tek profitlarimiz shu birinchisi, shu ikkinchisi. Shu sariq chiziqgacha, ikkala katta sariq, 3 ta sariq chiziq. Eng oxiri shu 4-inchisi tek profit do'stlar. Mana 4 soatlikda ham rasmini signal olibdi, bo'lgan ichidan yuksalishni boshladi do'stlar. Mana shu yergacha chiqish ehtimoli bor, kuzatamiz. Kunlikni ko'radigan bo'lsak, kunlikda mana rasmini bay do'stlar. Bay dalshi bay ketish ehtimoli bor, balki qisqa muddatli baydir. Haftalikda ham bay beryapti do'stlar. Shunaqa soyani ostidan bersa bay bo'ladi. GBBJP paramiz. Bunda bitimlarimiz o'zi qolmadi, bitimlarda yo'q. Yonlanma harakat ketyapti. GBBJP paramiz 4 soatlik. Menimcha hozir bu turishda bay ketish kerak do'stlar. Shu yerda mana yashil chiziq bor, mana ko'rinayotgan bo'lsa. Yuqorida qapansa, shu yergacha tushar, balkim shu ignani hajmli kesgan joydan shu yerdan bayga ketish ehtimoli bor do'stlar. 4 soatlik bu. Bu kunlik toma selga signal bo'lgan, hali o'zgarga yo'q. Bir soatlikda ham bay signal bergan bilmay esimda yo'q bunda. Lekin bitimim bor edi o'sha. Tek profit shu yergacha edi, tek profitni oldi. Shu atroflardan yana biroz pastroqqa tushar, balki shu yashil, qizil, sariq chiziqqa qaytib kelsa do'stlar. Shu holatlar bo'lishsa bay bitim qilsalaring bo'ladi do'stlar. Shoshilmanglar. Mana shu yerda kuchli bo'lganimiz ham bor. Shunaqa sariq chiziq, qizil signal bo'lgandagina kiramiz. Imkon bo'lsa men o'zim short signalni beraman. Nizada sat paramiz. Pashti 2 hafta bo'ldi.
4 soatlikda signal berganmiz. Bitimlarimni yopdim. Ikkita bitim qoldi. Shu yangilik chiqib, shu yangilikda kuchsiz holda hozir do'stlar. Shu yangilikda shu yuksalish kerak. 4 soatlik bu. Mana kunlikda ham signalimiz bor bayga. 1 soatlikda ham mana bo'lgadan hajmli ayrildi. Shu bay ketishi kerak do'stlar. Kuzatamiz. Birinchi, ikkinchi tek profitlarimiz. Nazatichi preparasi do'stlar. 4 soatlik. Hafta oxirida signal berdim. Endi bozorda ochilishiga qarab kirsalang bo'ladi. Biroz yuksalib, o'sha soya kapalak chiqqandan keyin o'sha darsh sel ketishi ehtimoli bor. 1 soatlik, 4 soatlik, 4 soatlik mana. VTA parasida ham kanalda short signal berganmiz. 4 soatlik bay kirganmiz do'stlar. Trend bay. Yuksaldi, sariqchiz tepasida qapanish, shu ikkala tek profitimizgacha yuksalish ehtimoli bor. Yema Dow Jones